can kirgizib Bu haftadaki maqalang yuqori numaraga erishdimi? Yo'q, muallim qaytib tuzib chiqqan deydi. Ay, kapira, tuzish degan nima u? Akila ko'rib boqay. Ha? Oxiri tak oddiy bo'lib qopti. Amsa qandoq qilaman? Muhim mazmunni yig'inchoqlaysan. Ya'ni markaziy ideyasini yanımı aydınlaştırıp can kırgızırsan, gaplarını fakat düşünemedim. Ha? Can kırgızırsan deganimni tushunmadingmi? Undaqda sana bir hikoya so'zlab beray. Bulamdu. Liang davrida Jiang Sanyao ismli bir rassom o'tgan ekan. Bir kuni podshoh uning Jinlingan butxonasining temiga ajdarhoning rasmini sizib chiqishni buyurdi. U xushallik bilan qabul qildi. Sanyao, kechiring. Sizni uzoq saqlatib qo'ydim. Undaq emas, xon olilari. Xon olilariga salom. Ay, o'rningizdan turing. Sanyao, anglasam rasmni shundoq yaxshisiz degansiz. Biroq men azaldan ko'rib boqmadim. Xon olilari oshirib atdilar. Men faqat bir malay xolos. Ay, undaq kamtarlik qilmang. Bugun sizni bu ibodatxonaga chaqirtishimdagi sabab Mautamga bir rasm chizib beramdik endi dedim. Xon olilari, shuni so'rab baqsam, o'zlariga qanday rasm chizib beramanki? Qarang, bu tam garchi ko'rkam, hashamat bo'g'ini bilan, biroq hech qanday rasm bo'lmag'achqa quruqli turdi ekan. Amisi sizlarcha bu yerga ajdarho chizsaq bo'ladimi? Ajdarho o'zlarining izzat obro'ylarini ifodalaydi emasmi? Shunday qilamdi. Bo'ladi. Kelinglar, qalamsiya tayyorlab beringlar. Vah, qaltiskansiz Juma. Bir soatdan keyin olilari sezib oldi. O'xshidi, rostimi o'xshidi, xuddi tirikdakla. Qo'yib qo'ygandakla o'xshab ketdi desa. Hey, bu ajdarhoning ko'zi yo'qkan-ku. Jiang Sanyao, bu ajdarho qarg'imi ya? Belki çalış kıldıkansız siz. Olilari xapamag'ayla. Ko'zini sezishni unutib qolmadim. Balki sezib qo'ysam, u uchib ketadi. Mumkin emas. Bu degan rasm tursa, qandoqmi uchib ketsin? Ko'zini sezib baq, men ko'rib boqay. Qulluq olilari. Gapdi-ku. Voy, bekli karametken. Can kirgizib o'tmak degan bu idiom gap qilganda yoki ish qilganda muhim nuqtani yaxshi bartaraf qilganda umumiy unumini texnik gavdalantirgili bo'ladiganligini tushuntirib beradi. Ya'ni maqola yozganda va yoki nutq so'zlaganda bir necha ig'i so'z bilan muhim nuqtani gavdalantirib, mazmunini jonliq qilib berishga tamsil qilingan.